Diyetologlar tomonidan o'ylab topilgan 3 ta mif. Bu 3 ta mifga asoslanib ko'p insonlar tanasiga zarar yetkazib qo'yishdi. Birinchi mif: kam ovqat yeb ozish. To'g'ri, siz ozasiz, lekin sog'lom ozish bor va nosog'lom ozish bor. Agarda siz kam ovqat yeb ozsangiz, siz nosog'lom ozasiz va bundan keyin ko'p kasalliklarni orttirib olasiz. Ikkinchi mif: uglevodlar semirtiradi. Uglevodlar ikki turda bo'ladi. Bu murakkab uglevodlar va yengil uglevodlar. Aslida bizning tanamizga murakkab uglevodlar kerak bo'ladi, chunki ular energiya manbai. Yengil uglevodlar esa bizni semirtiradi. Va uchinchi mif: yog'lar inson tanasiga zararlidir. Yo'q, aksincha, foydali yog'lar inson tanasi, umuman gormonal tizimi, yurak qon tomir tizimi uchun juda muhimdir. Shuning uchun zararli yog'lar bilan foydali yog'larni ham farqini bilib oling. Bundanda foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, meni Mavjuda Rasulova akkauntimga obuna bo'ling.